Assalomu alaykum hurmatli xalqim. Bizlar Ma'lumot kitobxona O'raydan bo'lamiz. Bizlarda bir hafta davomida kitobxonalik xatchiligida davom etadi. Bugungi rejimizda Yo'l jo'naki so'roq-javob o'yini. Sizga so'rovimiz Shumbala romanining avtori kim? Ayt endi. Qaziyat? Ya Shumbala bilmaydi. Kinosin ko'rdingizmi? Kinosini ko'r. O'qimadingizmi? G'afur G'ulom. Shaytanatni bilasizmi? Shaytanat. Shaytanat bilamiz, nishinchi chiqqanmi? Yo'q, nishinchi emas, avtor bilmayman. Ya, ona Avtori kim bu? Shaytanatning avtori Kim? yo'q, Yani bundan- o'zimizdan kim bu? Ministr bo'lgan. Tahir Malik. Malik. Rahmat og'a. Assalamualaikum aka, qalaysiz? Yaxshilar. Bizlar kitobxona rayonlik Ma'lumot kitobxona O'rayman edik. Bizlarda hozir bir hafta davomida kitobxonlik xatchiligi bo'lib o'tiribdi. Bizlarning endi bunday maqsadimiz xalqni kitob o'qishga tatov, qiziqtiruv. Sizga ne apa bir so'rov beraman. So'g'an javob bersangiz, sizdan qadar qilasiz. Baxtsizlar kitobining avtorini bilasizmi? Tilimga ayttirgan. Voh, молодец apa. Rahmat. Xatchilikda sizlarga kichik so'rov beramiz, siz javob bersangiz, sog'amsizlar. Shumbala romanning avtorini bilasizmi? Shumbalani. Shumbalaning kinosi bormi? Biroq o'zi avtormasini Javob yo'q. Sizlar bilasizmi? Shumbala G'afur G'ulom. Durust, bilakda birda. Assalomualaikum. Bizlar rayoni Ma'lumot kitobxona O'rayman edi. Bir hafta davomida 21-27 aprel aralığında O'zbekiston Kitobxonlar yili atamasida kitobxonlik xatchiligi o'tkazilyapti. Bugungi bizning rejimimizda yo'l jo'naki so'roq-javob o'tkaziluv. Sizga bir so'rov beramiz, sizga javob bersangiz kishigirib siyog'imiz bor. So'rasang yelimda qo'shgan bizlardan xalqaro qazanda Yillerim vardı. Fatishqisa kechiringan so'zlardan Yillerim vardı. o'sha qo'shiq qatorlari kimning qalamini kelsa. Rahmat. Sizlar kitobxona. Ag'a Jamila romanining avtori kim? Nigo qirg'iz shayri. kim bu? Shirg'isa aytmadi. Молодец. Rahmat. Dinle muallim. So'rasang yelimda qo'shgan bizlardan xalqaro qadamda yillerim bordir. Kim xo'ja? Ajniyaz. Ajinaz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshisizlar? Bizlar rayonlik Ma'lumot kitobxona O'rayman edik. Bizlarga xatchilik bo'lyapti. Kitobxonalik seriyasida bir hafta davomida bizlar sizga kichik so'rovimiz bor. Sizga javob bersangiz, sizga kichik xabar qilishlar. Bizlarning bunday maqsadimiz xalqqa kitobxonlikqa tatov, ya'ni kitob o'qiyotgan qiziqishni odamda oshirish. Sizga endi so'rovim Shayxlarning yozuvchilarning bilasizmi? Ya'ni ota-onalarni atab kimlarni bilasiz, kimlarni taniysiz? Yo'q, babamizni taniymiz, ajinamizni, bir kishi aytsangiz. Bizim Mo'ynoqdan chiqqan chayonlar. Kuzim. O'rtaga aytib qo'yaman. Rahmat, javoblarni ko'rsatib